Agar ayollar tuzalsa, jamiyat tuziladi. İnsaniyat gullanadi. Öz taqdiri ustida tafakkur yurgizuvchi ayollar o'z-o'ziga xo'ja, millatning nurli kelajagini yarata oladigan e'tiqodli avlodlarni yetishtirib oladi. Millatning kelajagi onalarning qo'lida. Hozir bizga berilgan mushu vaqt aqlliroq, yaxshiroq, to'liqroq va mukammalroq bo'lib yetishimiz uchun bizga in'om qilingan qimmatli sovg'a. Ilm ma'rifatning insonni aziz xo'jayinga aylantirdig'ini, jaholat nodonlikning qulluq asartiga tushirib qo'ydig'ini tarixiy qismat bizga ato qilgan haqiqatdir. Uyg'ur naslarini avloddan avlodga ulug'uvchi va tarbiyalaguvchi ayollarning kuchli vaqt tuyg'usi, o'zlik ingiga ega bo'lib, o'zlarini ilm ma'rifat bilan takomillashtirishi jiddiy zaruriyat va bosh tortib bo'lmas tarixiy burch. Ayolning vaqti va zehni bilim va qobiliyat bilan mavjudlik qimmatini yaratish, eriga hamnafas bo'lib ayollik burchini ado qilish uchundir. Ayollar saposi ayollarni takomillashtirishdagi eng muhim zaruriyat. Ayollarning madaniyat taraqqiyotidagi roli amaliyotda erlarninkidan zo'rdir. Ana bir ulug' maktab. Atrofliq tarbiyalangan, yetilgan onani barliq keltirguning hayotiy kuchi urug'ib turadigan bir millatni barliq keltirguning. Ana go'yo bir bog'cha. Agar uni obdan parvish qilib sug'arsang, uning yaproqlarining soyasi na'nalarga yetadi. Ana ustozlarning eng ulug' ustozi. Uning izlarini sen hatto o'piqtimi ko'ralaysan. Ayollarning vaqti tugsa, millatning vaqti tugaydi. Islom dunyosida o'z zamonida buyuk zotlar yetishib chiqishning sababi bolalarni buyuk odam surtida tarbiyalaydigan ma'rifatlik onalar bo'lganligida. Ayollarning taqvoligi va axloqi bir millatni yangidan yarata oladi. Ayollarning buzilishi bo'lsa, millatni halokatlik yo'qlish girdobig'iga so'rab opira oladi. Ma'rifatlik onalardan buyuk zotlar tug'iladi. Shunga Jean Paul bizga yaxshi onalarni beringlar. Biz yaxshi odam bo'lib yetishimiz deb murojaat qilgan. O'tmish har qancha ulug' saltanatlik bo'lsa-mu, u o'tib ketdi. Ajdodlar izidan bitilgan kechmishlar qo'ynidan bizga keragi bo'lsa, tasallilar emas, balki ruhimizni, reallikni yanglashga kerakli ichki energiya.